Demak, iTekshir botda testlarni tekshirish. Yangi botga kirganingda xuddi shunday holatda bo'ladi va bu yerdan boshlash tugmachasini bosamiz va bir dona kanaliga obuna bo'lamiz. Bu yerda tasdiqlaymiz qaytib va bu to'rtta tugmadan o'sha tekshirish tugmachasi orqali yangi menyuni ochib olamiz va bu yerda test tekshirish turibdi mana. Mana shu tugmachani bosib veb-saytga kirib olamiz. Biroz vaqt talab qiladi bu. Ya'ni o'sha barcha ma'lumotlarni tekshirib, kerakli fayllarni ochyapti hozir. Va bu yerda mana ism, familiya kiritiladi birinchi. Shu ism, familiya bilan natijalar e'lon qilinadi. Shuning uchun e'tibor bilan xato qilmasdan kiritamiz va bu yerda test kodi, o'sha test tuzuvchi tomonidan sizlarga berilgan test kodi bo'ladi. O'shani kiritasizlar. Odatda o'sha 2 ta harf va 5 ta raqamdan iborat bo'ladi. Harflar bosh harfda yozilishi shart. Kichkina harf bo'lib qolsa bo'lmaydi. Demak, testni boshlash tugmachasi orqali testni boshlaymiz. Mana testimiz boshlandi. Mana 10 dona savoldan iborat. Hop, test ekan. Bu yerda mana belgilab kalitlarni kirib chiqasizlar va bu yerda tugadi mana. Endi yakunlash tugmachasi orqali testni yakunlaymiz va mana natijalar chiqarildi. Bu ekranni o'chiravermasdan turib bitta skrinshot qilib olasizlar, o'zlaringizga kerak bo'ladi hali. Ya'ni to'g'ri javoblar soni 4 ta. Xato savollar mana shu 4-chi, 5-chi, 7-chi, 8-chi, 9-chi, 10-chi savollarda xato belgilabman. Demak, shuni ko'rsatyapti bizga va umumiy foizimiz, to'plangan ball va maksimal qancha ball to'plash mumkinligi. Ya'ni 27.2 ball to'plasa bo'lar edi, shundan 5 ball to'pladik xolos. Demak, xuddi shunday qilib tekshiriladi. Bu natijalar avtomatik serverga joylandi va test tuzuvchiga yuborilgan. Xavotir olmasdan bemalol bu yerdan chiqib keta